bolajonlar yaxshi, stabilniy. Xudoyim o'zi saqlaydi, bilasizmi? Shunchaki mana sal siz ozg'insiz-ku, sizdagilardan qo'rqadi odam. Sal to'lacharoq ayollardan uncha yiqildim desa ham qo'rqmayman men. Chunki ana jirovoy sloy sal qalin bo'ladi, himoya qiladi. Kecha bittasi ham keldi, avariya bo'ldim deb, lekin to'lachada-da, avariya bo'lganlarda urilgan borib mashinaga. No, bolaga hech narsa qilmagan, Xudoga shukr. Sizga o'xshagan ozg'inchalardan odam sal yiqildim desa qo'rqadi. Ana qizlar bugun ham faqat yiqilganlar homiladorlarni ko'rdik. Bugun o'sha 4-homiladorimiz. Bittasi ko'chada yiqilib tushganlar, bittasi prosta hushidan ketgan. Bular uylarida yiqilibdilar. No, ko'z tegmasin. Bolajonlarimiz hammasi soppa-sog'. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, sal qizlar. Qornimizdagi bolajonlarimiz uchun ham uy ishlarini sal chetroq tursa ham bo'ladi vaqtinchalikka. Yaxshilab vaqtida